Siz milliy sog'liq sug'urtasidan ro'yxatdan o'tganmisiz? Agar sizda sog'liq sug'urtasi bo'lsa, siz arzon narxlarda davolanishingiz mumkin. Tibbiy sug'urta uchun ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Sog'liqni saqlash sug'urtasi bu hukumat shifoxona xarajatlarini qoplashga yordam beradigan tizimdir. Agar siz sog'liq sug'urtasiga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, kasal bo'lganingizda yoki jarohat olganingizda shifoxona xarajatlari ancha past bo'ladi. Chet elliklar Koreya fuqarolari bilan bir xil imtiyozlarga ega. Koreyada ishlaganingizda tibbiy sug'urtaga yozilishingiz kerak. Agar Koreyada 6 oydan ortiq yashagan bo'lsangiz, tibbiy sug'urta uchun ro'yxatdan o'tishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz mumkin. Agar siz kompaniyada ishlasangiz, kompaniya sizni tibbiy sug'urtaga yozadi va mukofotning bir qismini to'laydi. Agar siz kompaniyada ishlamasangiz, o'zingiz ro'yxatdan o'tishingiz va mukofotlarni to'lashingiz kerak. Mukofotlar sizning daromad darajangizga bog'liq. Agar siz sug'urta mukofotlarini to'lamasangiz, siz chegirmali tibbiy xarajatlarni ola olmaysiz va vizangizni uzaytira olmaysiz. Agar sizda tibbiy sug'urta bo'lsa, siz tibbiy yordam olasiz. Siz arzon narxlarda muntazam tekshiruvdan o'tishingiz mumkin. Va shifoxona to'lovining faqat bir qismini to'laysiz. Dori-darmonlarni arzonroq narxda ham sotib olishingiz mumkin. Eng muhim muolajalar va testlar tibbiy sug'urta bilan qoplanadi. Istisnolar: lazik, kosmetik jarrohlik, tilla tojlar va yuqori toifadagi shifoxona xonalari to'lovlari uchun to'liq to'lovni to'lashingiz kerak. Agar siz ishingizdan chiqsangiz, siz avtomatik ravishda mahalliy obunachiga aylanasiz. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, maslahat liniyasiga qo'ng'iroq qiling va so'rang. Bepul klinikalarda siz tibbiy sug'urtasiz ham yordam olishingiz mumkin, ammo uzoq vaqt kutishingiz mumkin. Chet eldan kelgan muhojirlar ham tibbiy sug'urtaga yozilishlari kerak. Oylik to'lovlarni to'lang. Shifoxonaga borganingizda shaxsiy guvohnomangiz va tibbiy sug'urta kartangizni olib keling. Sog'liqni saqlash sug'urtasi bilan kerakli yordamni oling. Koreyada yashab, tibbiyot sug'urtasiga yoziling va sog'ligingizni asrang.